azza va jalla aytadiki, Alloh bu zolimlarni qilayotgan narsalaridan bexabar deb o'ylab qolmagan. Bo'l, yozolsin, men videoga olib turaman. Bo'l, menga tegmay yoki yozolsin, men chiqib ketaman. Hurmatli fuqaro, ichki ishlar xodimi xotiralarini bajarasizmi? Men bajaraman. Xotinim yozolsin, men chiqib ketaman. Surxondaryoda ham uchastkovoy begona ayol bilan qo'lga tushdi. Och, men ko'rsatamoqchi. Bir soat chegarada bedor turgan insonni bedorligi Hajarul Aswadning oldida Qadr kechasini o'tkazgandan afzal. Alloh azza va jalla aytadiki, Alloh bu zolimlarni qilayotgan narsalaridan bexabar deb o'ylab qolmagan. Sizlar ustimdagi forma bilan istagan ishimni qilsam bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Sizlar musulmonlarning oilasiga qilayotgan muomalani, sizlar bu oddiy xalqning oilasiga qilayotgan ishlaringizni, ayollarga ko'rsatayotgan kuchlaringizni, sizni ayolingizga, sizni onangizga, sizni opangizga va singlingizga biz qilsak ko'tara olasizmi? Hamda ushbu muborak Ramazon oyida O'zbekiston qamoqxonalarida ro'zadorlarga bo'layotgan ta'ziqlar, ularning ro'zalarini ochishlikka bo'layotgan sa'y-harakatlar, Navoiydagi qamoqxonalar bo'lsin yoki Namangandagi Oltinsonlik qamoqxona bo'lsin, uning boshlig'i Alisher Karimov va uni qo'l ostidagilar ro'zadorlarni bitta kirib ro'zasini ochtirishga sababchi bo'layotganlar. Sizlar kabilarga qarata Alloh azza va jalla aytadiki, sarobiluhum min qatiron. Qiyomat kunida sizlar kabi islomga qarshi kurashayotganlarni, Allohning buyruqlaridan, Allohning farzlaridan to'sayotganlarni, sizlar kabi kofir zolimlarni kiyminglar qizdirilgan moydan tashkil topgan bo'ladi. Agarda xalqimiz Alloh uchun xolis tafakkur qilib ko'rsa, ayni damda bizning holatimiz Uyg'urlardan kam emas. Uyg'urlarda ham bolalar masjiddan to'siladimi? Bizda ham ayni shu holat. Uyg'urlarda ham qamoqxonalarda namozdan, ro'zadan to'silinadi. Hattoki ro'zalari kirib bitta ochtiriladi. Uyg'urlarda ham islomiy nikoh man qilingan. Islomiy to'ylar o'tkazilmaydi. Uyg'urlarda ham ayollari, qizlari niqobda, hijobda yura olmaydi. Hattoki xitoylik politsiyachilar Uyg'ur birodarlarining ayollariga, qizlariga tegajonlik qiladi. Zo'rlikda, ozor, zulm, aziyat yetkazadimi? Ayni shu holat O'zbekistonda ham davom etmoqda. Ming afsuslar bo'lsinki, mana bular haqida bizning imomlarimiz sukut saqlashadi. Siz ham kuting, Robbimiz ham kutuvchidir. Va oxir oqibatda qiyomatda kim haqda ekanligi, kim haqiqiy musulmon ekanligini, kim haqiqiy mujohid ekanligini, kim haqiqiy mu'min ekanligini javobini olasiz. Va men bu mavzuga tez orada yana من شتائم ونكات واستهزاء بدعواتي أستمر حتى الممات أستمر حتى الممات وإلى متى سوف أبقى وحيد غريب الديار لقد سرت في غربة ما من صحب ولا رفاق ما من صحب ولا رفاق لقد سرت في غربة ما من صحب ولا رفاق ما من صحب ولا رفاق